Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Inshaalloh mana ishlarni boshladik yana. Ishqibozlarga 2 dona qozorashamdi yoshlaridan bo'g'ozdan olaman degan ko'kalarga go'zalligiga. Xo'p, bittasi ikkitish, bittasi qo'zi. Tishlarni ham hozir ochib ko'rsatib qo'yamiz. Bo'ylari 80 kiloda aloqa chiqasizlar inshaalloh haqiqiy tozasidan. Mana kelar qo'zlarimiz. Xo'p, mashinasi ikkitish. Narginisi qo'zi. Bir ko'rsatib qo'yaylik, haligisiga isbotim bilan bo'lsin. Mana. Tishimiz. Mana kelar. Ikki tish. Bunisi qo'zi. Bo'ldi. Sekin qo'yaveramiz. Bo'ldi. Mana kelar. Mashinasi qo'zi, nargisi ikki tish. Ammo haqiqiy qo'zini inshaalloh kelar qo'ydi. Durini olaman degan ko'kalarga bo'g'oz, xudo xolasa. Mana haqiqiy kelar go'zal. Bir jupgina haqiqiy tozasidan kelar, sog'ligi, yedishisi behijolat holatda kelar. Inshaalloh aloqa chiqasiz. Qo'ylarimiz bo'g'oz. Например, monosi mana mashinasi 3 oylikdan o'tgan. Yelini qo'lga sig'ib sig'maydigan darajada yelin solgan. Bunisi inshaalloh endi yelin solyapti. Xo'p, bularda kelar narxi, qiziqtiradigan joyi narxi. Liniyasi aniq to'shni emas. Qirg'izistondan kelgan. Liniyasi mana bunaqa deb bilmagan narsamizni aytmaymiz. Qirg'izistonda Arashan sog'lig'idan konkretni yosh ikkitasi ham ko'rdinglar tishlarini ham. Xudo xolasa bularni bo'ladigan joyi akalar 15 million, 12 million so'm narxi yo'q, xudo xolasa 9 million so'mdan 18 million so'mga bir joyga barakasini yengillayveramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqasiz, qo'zini qo'ydi, qo'y qilib olaman degani go'zal limuzinlar kelgan. Aloqaga chiqasiz inshaalloh, qo'yda haqiqiy zo'ridan. Xo'p, manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'onda turibdi qo'ylarimiz. Ko'rib, ustida kelib ko'raman degan, olaman degan ko'kalarga lokatsiyalarimizni tashlab beramiz. Astronomlarimizni qoldiramiz inshaalloh, aloqaga chiqaverasizlar kelar. Etlari ham yaxshigina, xudo xolasa, ozgina yemini yeb turgan. Xo'p, aloqa chiqasizlar kelar inshaalloh 24/7 aloqadamiz.